Hiyligar Xitoy Turkiyada ko'rinishda Xitoyga xizmat qiladigan, amaliyotda bo'lsa Astırtın Sharqiy Turkiston da'vosiga qarshi faoliyat olib boradigan bir tashkilot qurdi. Bu tashkilotning Uyg'ur savdo sanoatchilar birlashmasi nomida Taksimda ishxona ochganligi ma'lum. Xabar qilinishicha, Xitoy bu jamiyat uchun 2 milliard dollar xomchut ajratgan. Lünen Өлke Ocakları Teşkilatı'nın uyuştırışı bilen Xitay zulümüge sükut qilma temasida Sharqiy Turkiston masalasi haqida leksiya yig'ini o'tkazildi. Shuningdek bilan birga Atyurt tashkilotining markazida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi inson qalbidan chiqqan yig'ilish lagerlariga qamalgan diniy olimlar va imomlar haqida yig'in o'tkazildi. Yig'in ishtirokchilari yillardan buyon Xitoy yig'ilish lagerlarida tutib turilayotgan urug' tuqqanlari va oila a'zolari haqida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlariga kerakli isbot va ma'lumotlarni berdi. Uningdan boshqa, inson va madaniyat harakati Üsküdar sho'basi o'rinlashtirgan yig'inda Hidoyatullo O'g'izxon Sharqiy Turkiston masalasini tunishtirdi va hozirgi vaziyat haqida ma'lumot berdi. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmdagi Xitoy bosh elchixonasi oldida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi namoyish o'tkazildi. Belgiya Islom Federatsiyasining o'rinlashtirishi bilan Bryusseldagi Xitoy bosh elchixonasi oldida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Uningdan boshqa, Istanbul Baykozda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazildi. Guaidoning qo'llovchilari Amerikani Venesuelaga mudohila qilishga chaqiriq qilishni davomlashtirmoqda. Namoyishlarda bo'lsa, Isroiliya va Amerika bayroqlari diqqat tortdi. Venesuela poytaxti Caracasda minglarcha kishi prezident Maduro'ni qo'llash va Bolivar inqilobining 20 yilligini xotirlash uchun jam bo'lgan bir vaqtda vaqtliq prezident Guaidoni qo'llaydigan o'qituvchilarmi faoliyat o'tkazdi. İsrailiya Baş Ministri Netanyahu nima qilayotganinglarni bilamiz. İsrailiyaning bexatarligi va kelajagiga kafolat qilish uchun qo'limizdagi barliq imkonlarni qo'llanib Eronga qarshi turishni davomlashtiramiz dedi. İsrailiya Baş Ministri Benyamin Netanyahu Eronning yangi uzun musofirlik boshqariladigan bombasini sinab qilishiga qarta Tehronning nima ish qilganligini va nada qilganligini bildiganligini, Eronga qarshi kerakli qadamlarni besishga tayyor ekanligini aytdi.